Assalomu alaykum aziz farzandlik ishqibozlari. Mana navbatdagi obyektimiz Oq-Yermifdan Gulzor ko'chasida bo'lyapti. Bu ishimiz, bu obyektimizga ishlarimiz 3D ko'rinishga kelgan. Shoplarimiz o'qiring. Shoplarga basaka. Yetgan tunikalarimiz yetib keldi. Tunikalarimizni qo'yib ishlarimizni qatiramiz. Sho'rdan Notex devordan aziyat chekib turganlar uchun mana shunaqangi ishlarimizni chiqarib qo'yganmiz akalar. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Tepalar уже ko'chyapti mana sho'rdan aziyat chekkan xonadon egalari keyin bizga murojaat qilishdi. Shunaqangi chiroyli qilib 3D ko'rinishlar ishlarni o'rnatyapmiz. Kimga shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Kelishilgan narxlarda chekkalariga tunikalar bo'ladi. Tunikalarimizni yetkazib berib qo'ydik. Mana shu qator 60 cm sokol bo'ldi. Tepa plastiklar plaster bo'lyapti. Bu tarafi ham plaster bo'ladi. Tepada ikki qator mana shunday qora yuradi. Chiroyli ko'rinishi keladi, xudo xolasa. Bu obyektimiz 110 kvadrat. Kimga shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari ham bor. Dastlabki xizmatlari kelishilgan narxlarda aloqaga chiqaverasizlar.